Ona tun ro'molini o'radi. Tor ko'chalarni, qorong'ilik cho'kkan tosh yo'llaridan yurdim. Pasxa uylar xuddi qo'ltiqlashib olgan bolalardek turishardi. Tanimga iliq shabada urildi. Mushk tutatqisini iforlari yoqimli shabada bilan ruhimgacha kirib bordi. Qadamlarimni tezlatdim. Nurga ko'milgan bir uy har doimgidek ko'nglimni yoritdi. Tovushsiz ichkariga kirib bordim. Eshikni ochilishidan Imron kelganimni angladi. Qorong'ilik tarafga ko'zlarini pirpiratib qaratdi. Yuzimni qidirdi. Tuproq uyni isini ichimga yutdim. Tuproq shunaqangi shirin hid taratardiki, go'yo ona kabi edi. Ona o'z bolasini ko'ksida qanday ulg'aytirsa, tuproq ham shunday edi. Uning bag'rida hamma narsa go'zallashib ketardi.